Agar sartaroshxonangiz haqiqiy premium ko'rinib, barcha sanitar talablarga javob berishini xohlasangiz, shu 3 ta qoidaga doim amal qiling. Birinchidan, har bir mijozdan keyin asboblarni tozalang. Taroq, qaychi, mashinka va boshqa buyumlar maxsus tozalansa, teri infeksiyalari va zamburug'lar tarqalishini oldini oladi. Ikkinchidan, ish joyi va pol doim toza bo'lsin. Kesilgan sochlar, pol va stullarda qolib ketsa, bu bakteriyalar va allergenlar yig'ilishiga sabab bo'ladi. Oxirgi eng muhimi, bir martalik sochiqlardan foydalaning. Qayta ishlatilgan sochiqlar namlikni, terini va mikroblarni saqlab qoladi. Bir martalik sochiqlar esa bu xavfni butunlay yo'q qiladi. Bir martalik sochiqlarni tanlashda esa sizga Careline bir martalik sochiqlarni tavsiya beraman. Namlikni yaxshi shimadi, infeksiya va bakteriyalarning o'tishini butunlay bloklaydi va mijozlaringizga haqiqiy qulaylik yaratadi. Agar siz ham Careline bir martalik sochiqlarga buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga telefon qilib, videoni sartarosh tanishingizga yuborib qo'ying.